o'yinimiz Asphalt 8. O'ynashdan oldin barcha muammolarni hammasini unutvoramiz. Xo'sh, hozircha mening mashinam shunaqa. Audi yashil. Bunday bo'lsa boshladik. Xo'sh, single player. Bosma. Ha, bo'ldi. Hozircha mana o'ynaymiz. Nimalar deyapti endi bu? Bu endi biz kuchaytirishimiz kerak, to'g'ri? Kerak emas hech qaysi. Start beraveramiz. Boshlandi. Qancha vaqt oladi bu? Boshladik. 3, 2, 1. Ketdik. Qani, ketdik. Hammasini ayirib yuboramiz. Ana unisini. Akalar. Yorib yuboramiz. Sen bak aka. O'ynalarni sindirib bo'ldi. Biz bu yoqdan ketaveramiz. Raketa. Raketa bilan uchib bo'larmikan? Yo'q, qo'ymadi shekilli. Ozgina hamdam bo'laylik. Birinchi bo'lishimiz shartda. Ozgina pul ham yo'q bo'lardi. Voy billa. Sekinroq harakatlansan-chi. Ya, hozir men seni urib o'ldirardim-ku. Orqadan tiqoraman hozir. Seni. Mana. Akenda u aken. Yo'pil. Böyle o'tvoramiz. Nima edi u? Kamaz-pamazmi? Katta mashina. Qatdan ketamiz. Butdan. Ketdi. Shotdan ketvoramiz. Ey, burilish bor ekan. Sal qo'ldirishimga. Men loydan yurmayman. Nima? Loydan yurishga majburlayapsan. Yo'q, mano yo'q-da, mano. Mano qani bo'tda? Toshni buzib ketyapti mashina. Qanday pachaq bo'lmasligi uchun bu ko'tarilib ketish kerak-ku bu. Amal. Tupurgan holda. Bugungi videomiz juda qisqa bo'ladi. Xayr.